Endi mana qarang, u qavmning javobi nima bo'ldi? Qalu avalam nanhaka anil alamin. Ular dedilarki, biz seni butun olamlardan qaytarmaganmidik? Ya'ni foydasi bo'lmadi ikkita gapda ham. Na dinni tushundi, na insoniyatni tushundi ular. Bularning bahonasi nima ekan qarang? Biz seni butun olamlardan qaytarmaganmidik? Butun olamlardan qaytarmaganmidik deganining ma'nosi olamdan biror kishini uyingga mehmon qilib olib kelma degan bo'lgan ular. Agar olib kelsang, bizdan xafa bo'lma. Biz seni ogohlantirdik. Biz boramiz, unga bilganimizni qilamiz degan bo'lgan ular. Demak, o'zlaricha ogohlantirgan ekan. Endi o'zidan ko'rsinmishda Lut alayhisalom ularda aytishi bo'yicha. Ulardan soqit bo'lgan ekan. Uzr bormish ularga. Balki Lut alayhisalomni o'zlari sababchiymish hozir shu holatga tushishliklariga. Chunki ular qaytargan ekan, qaytarganiga qaramay, u kishi uyga mehmon olib kelganmish. Ana shuning uchun bo'ldi, o'zingdan ko'r, biz seni qaytargandik deyapti. Ular qilayotgan fahshiga go'yoki navzbillah Lut alayhisalom sharoit yaratib bergan ekan. Sharoit. Mana shu iblis sifati, yuqorida o'tdik-ku. Iblis odamga sajda qilmaganini Allohga to'nkadi. Sen meni arashtirding dedi. Sen yaratding shu odamni loydan, men olovdan, sen meni sajda qila olmaydigan qilding va unga buyurding, bilarding meni sajda qilmasligimni, shunga qaramay buyurding deb Allohga to'nkagan. Sen meni shayton bo'lishimga sharoit yaratib berding degan. Shuning uchun iblis qissasi keldi-da mana shu surada. Odamzodga qanday iblis xislatlari o'tganligini ishora qilib. Qarang, Lut qavmiga qanday ana shu iblis xislati o'tgan. Payg'ambarga borib, iblis Allohga aytgan gaplarga o'xshash gaplarni aytishyapti. Biz seni qaytargandik-ku, sen qilding shuni. Sen olib kelding ana shu yigitlarni, biz shahvatimizni qo'zg'atib deyapti. Nimaga olib kelding biz qaytarishimizga qaramay? Biz nima qilaylik endi? deb Lut alayhisalom aybdor ekan yigitlar uyga kelganligiga. Fitrat chapparilsa ana shunday bo'lar ekan. Haq va haq ahli zalolat va adashtiruvchi bo'lib ko'rinar ekan odamlarga. Va haqdan qaytargan odamlar uzri bor bo'lar ekan. Haqdan qaytarganligiga. Keyin unga ergashganlar o'zidan ko'rsin ekan. Hozir mana shuni ko'ryapsiz-ku. Ogohlantiradi hamma joydan, eshitmanglar, ko'rmanglar, o'qimanglar, dars qilmanglar deydi-da. Keyin ulardan soqit bo'libdimish, ogohlantiribdi ekan. Ular endi shu kimdadir chiqib qolsa shu diniy darslar, boshqa narsalar, tamom endi uni ushlab 20 yilga qamab olishga ularda haqqi bor ekan. Nima qildi bu odam desa ogohlantirgandik biz deydi. Ha, xo'p sen ogohlantiraversan, lekin nima qildi bu odam o'zi? 20 yilga qamab oladigan uni. Seni bu mafkurang bo'yicha hozir sen nimadan ogohlantirgan bo'lsang, keyin bir odam o'sha narsani qilib qo'lga tushgan bo'lsa, endi sen nima qilsang haqqing bo'lsa, sen hozir Lut qavmidan farqing qolmabdi. Chunki Lut qavmi ham ana shunaqa bo'lgan. Ular ogohlantirgan ekan, Lut alayhisalomni hech kimni uyinga mehmon qilmadi. Lut alayhisalom mehmon qildilar. Endi bo'ldi, o'zidan ko'rsin ekan Lut alayhisalom va mehmoni ham ular bilganini qilishga haqqi bor ekan. Ogohlantirgandik deb. Ayni o'sha uslub mana. Sen ogohlantiraversan, u ogohlantirgan narsang o'zi to'g'rimi? Ya'ni mana shu yerda qarang. Ular ogohlantirgan ekan, mayli. Xo'p, o'sha ogohlantirishi to'g'rimi Lut alayhisalomning o'zi? Nima haqqi bor bir odamning uyiga kim keladi, kim ketadi, unga xo'jayinlik qilishga? Nima haqqi bor ularda o'zi? Demak, ogohlantirishlarining o'zi noto'g'ri bo'lganmi? Ana shuning uchun endi ularga uzr emas bu, men seni ogohlantiragandik deb bilganini qilishliklari. Hozir ham xuddi shuni aytamiz. Ogohlik davr talabi deb durillab chiqib ogohlantiradi. Ogohlantiraver. Bu ogohlantirishing o'zi to'g'ri emas. Sen odamlarni haqdan ogohlantiryapsan. Haqdan qo'rqityapsan. Endi shunga binoan bir odamdan o'sha haq din, haq dars, haq ilm chiqsa, o'zingcha endi men ogohlantirgandim deb uni bilgan ishini qilib unga qamab olishing, zulm qilishga haqqing yo'q. Nima ishing bor birov nimani eshitadi, nimani tarqatadi? Haq bo'lsang nimadan qo'rqasan? Ana shu Lut qavmini illat ana shunaqa bo'lgan. Uni maraziga boshqalar aybdor ekan. Hozirgilar ham xuddi shunday deyapmiz. O'zlari maraz, fahsh munkarga botib ketgan, o'sha uchun endi bir Allohning balosi kelsa boshqa bo'lsa, bunga musulmonlar aybdor bo'ladi. Sizlar qildinglar, sizlar sabab bo'ldinglar, sizlar fitna qildinglar. U zulmni qiladi. Odamlar keyin haqqini talab qilib chiqsa, musulmonlar aybdor bo'ladi, haq talab qilib chiqqan. Qurtubiy rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytganlar, biz seni butun olamlardan qaytarmaganmidik deyishganning ma'nosi, ular begonalarni yaxshi ko'rishgan. Chunki aytdik-ku, o'zlari akramakumulloh uyat bo'lsa ham bir-biriga ana shu ishni qilavergandan o'zlari qoniqmay qolishgan. Xuddiki erkak ba'zan nauzubillah shunaqa shahvat chek-chegarasi yo'q-da. Agar bir buzuqqa boraversa, keyin buzuqqa ham qoniqmay qoladi-da, faqat bokiralarda istab qoladi.
Bu shahvatni eng razil tusiga aylanadi keyin. Qizlarni o'g'irlab ketib zo'rlay boshlaydi. Buzuqqa borib qoniqmay qo'yadi u keyin. Faqat bokira istab qoladi. Endi ularda bu shahvat shu darajada razil holga borganki, qarang. Erkak bilan hammasi bir-birini ko'rib chiqqan ular. Bir-biriga qizig'i qolmagan ularning. Shuning uchun endi kelgindi erkaklarni istab qolishgan ular. Hali hech kim teginmagan erkaklardi. Bokira erkak ularning nazdida bu. Ana shu narsani aytayapti Qurtubiy, ular kelgindilarni istab qolgandi degan. Shuning uchun endi Lut alayhissalomni bilishgan, bu ishni qilmaydi Lut alayhissalom, yomon ko'radi bu ishni. Va kelsa ham Lutnikiga keladi alayhissalom. O'shanaqa kelgindilar. Chunki boshqa hamma bilgan bu yoqqa yaqinlashmagan odamlar. Yaqinlashsa zo'rlab qo'yishgan. Ana shuning uchun Lut alayhissalomning ichiga ular bitta o'zlarining ayg'oqchisini qo'yib qo'yganda, xotinini Lut alayhissalomni. Kelgindilar kelsa bizga aytasan degan. Va Lut alayhissalomni ham oldin o'tib qo'ygan o'zlaricha. Olib kelma hech kimsani uyingga. O'zingdan ko'r kelsa degan. Endi kelib mana shuni Lut alayhissalom yuziga solishyapti. Bizmi degandik senga? Hech kimsani olib kelma degandik-ku. Olib kelibsanmi? Bo'ldi, demak bizning haqqimiz endi bu. Bizni qaytarishga haqqing yo'q, mehmonlaring bizniki endi degan. Endi butun olamlardan seni qaytarmaganmidik deganda ham bitta foyda chiqadi. Ularning e'tiqodi bo'yicha Lut alayhissalom o'zini bilsinlar ekan. Butun olamdagi kishiga ishi yo'q bo'lish kerak ekan u kishini. Bu narsa sizga nimadir eslatmayaptimi? Hozirgi demokratlarning ahvolini o'zingni bil. Namozingni o'qisang bor o'qi, hech kim senga degan yo'q. Ichmaysanmi bor uyingda o'tir ichmasang. Hech kim senga degan yo'q. Lekin birovga namoz o'qi deya ko'rma. Birovga ichma deya ko'rma. Biz sekulyar davlatda yashayapmiz. Demokratik davlatda yashayapmiz. Hammaning huquqlari ta'minlanishi kerak bu yerda. Ichgan ichadi, nima ishing bor? Zino qilgan qiladi. Bachabozlik qilgan qiladi. Qonunlashtiramiz kerak bo'lsa. Hech kimsaga gapira ko'rma. Tilingni kesib olamiz. Yig'ishtirib qo'yamiz seni. Gapira olmaydigan qilib qo'yamiz degan tahdidlar. Ayni ana shunaqa narsa o'sha qavmda bo'lgan ekan qarang. Lut alayhissalomga teginishmagan ular. Alloh asrab qo'ygan Lut alayhissalomni. Lekin aytishgan ekanki, o'zingni bil bo'ldi. Hech kimsaga xo'jayinlik qilmasan degan. Butun olamlardan seni qaytardik biz. Ya'ni hech kimsaga o'zingcha bunaqangi tozakorligingni o'rgatma degan ular. Demak, bugun ham agar bir davlat ana shunaqa qilayotgan bo'lsa, Lut qavmining ishini qilyapti va bu davlatda Lut qavmini balosi kutyapti. Agar ogohlantirishlar foyda bermasa ularga. Mana hozir ayniqsa g'arb davlatlarida mana shunaqa gapirishga haqqingiz yo'q ularga sizda. Ular xohlagandek yuradi, xohlagandek kiyinadi, xohlasa ko'chaga chiqib namoyish qiladi. Siz ularga gapirishga haqqingiz yo'q. Gapirib ko'ring, biz seni qaytarmagandik deb keladi oradan. Butun olamlardan qaytargandik seni deydi. Ya'ni hech kimsaga ishing bo'lmasin seni. Mana shu sizga sekulyarlik, mana shu sizga demokratlik, bu o'sha Lut qavmi halok bo'lgan qavmning alomati ekan bu. Endi ular qaytargan ekan Lut alayhissalomni. Lut alayhissalom baribir mehmon qilgan ekanlar ular qaytarishiga qaramasdan. Ana shuning uchun da aslida farishtalar mehmon bo'lib kelgan paytda Lut alayhissalom doqa bihim, si'a bihim va doqa bihim dar'a degan. Shunda yomon ahvolga tushganlar Lut alayhissalom va ulardan ko'ngil siqilib ketgan farishtalar mehmon bo'lib kelganidan. Nimaga? Chunki ikkita o't orasida qolganlar. Hayday desalar, mehmonni haydash endi yaxshi odobdan emas. Haydamay desalar, ular qaytargan Lut alayhissalomni. Xo'p, Lut alayhissalom ulardan qo'rqmaydilar, lekin mehmonlarga qo'rqadilar. Ana shuning uchun bu juda ham qiyin kun bo'ldi bugun deganlar. Ikkita o't orasida qolib ketganlar. Nima qilishni bilmaganlar. Ammo shunga qaramay, o'shalar mehmon qilganlar baribir. Farishtaligini bilishdan oldin ham mehmon qilganlar. Mana shundan bitta foyda olyapmiz. Mo'min kofirni buyruq qaytariga tupurib qo'ygan. Qonunlarga tupurib qo'ygan bo'ladi. Mana ular qaytargan, lekin shunga qaramasdan Lut alayhissalom baribir mehmon qilaveryaptilar. Tupurdim qonuningga seni, qaytarig'ingga degani bu. Tupurdim seni buyrug'ingga degani. Sen qilma desang ham biz qilaveramiz. Bir ish ma'rufmi? Ya'ni shar'iymi, halolmi, sunnatmi, farzmi? Shariatda shuni qilish kerak deyilganmi? Tamam biz qilamiz uni. Butun olam bizni qaytarsa ham. Bir ish harommi, fahshmi, munkarmi, yomonmi? Butun olam qil desa ham qilmaymiz uni. Biz butun olam qonunlariga tupurganmiz. Biz Robbul Alamin qonunlariga bo'ysunganmiz. Mana payg'ambarga ergashganlar ana shunaqa bo'ladi. Ammo hozirchi qonun bor, taqiq bor. Hozir ruxsat yo'q. Hozir yomon bo'ladi. Konstitutsion tuzumga qarshi bu. Qonun ustuvorligiga zid bu. Va hokazo da'volar bilan qarasangiz shariat orqada. Odamlar dedi-dedisi qonunlari, konstitutsiya birinchi darajada ekan. Bugun senga savol. Uyingga hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehmon bo'lib kelsalar, mehmon qilasanmi Rasulullohni? Boshim ustiga deydi hamma birdaniga.
zarracha bir iymonni da'vo qilgan odam borki, eshigim ochiq kesillar deydi. Endi senga savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun dunyodan qidiruvda bo'lsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qidiruvga berilgan bo'lsalar, tasavvur qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitish taqiqlangan bo'lsa, Rasulullohga yordam berish taqiqlangan bo'lsa, himoya berish, u kishini yashirish, tegishli xizmat xodimlariga borib aytmaslik taqiqlangan bo'lsa, shunda ham Rasulullohning uyiga mehmon qila olasanmi? Olib kirib yashirib. Tupurdim hammangni qonuningga deb. Taqiqinga ham seni deb. Rasulullohning uyiga yashirib olib kirib mehmon qila olasanmi? Bunda ham uncha odam albatta deydi. Mayli, tupurdik qonunlariga, Rasululloh kelsalar ham qarab o'tirar ekanmizmi biz deydi. Lekin deysan faqat. Buni qila olmaysan. Faqat gapirasan. Dalil bu narsaga, faqat gapirishligingga, lekin bu narsa agar bo'lsa qila olmasligingga, bugun Rasulullohning hadislari sharhlanadi. Allohning kalomi sharhlanadi. Hech kim o'zini ra'yiga ko'ra emas, shu Alloh aytgandek, Rasul aytgandek sharhlanadi. Faqat ana shu hukumatlarga yoqmaydigan ko'rinishda sharhlanadi. Sen shuni yashirib uyingda eshita olyapsanmi? Yoki yuraging yorilib, o'chirib tashab, eshitmaylar, taqiqlangan bu deb vahma qilib, o'zingni ham, boshqani ham qo'rqitib yuribsanmi? Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ana shunday diniga, sunnatiga chaqirayotgan odamlarni shunaqa qilib himoya qila olyapsanmi? Yo'q, qayerda bo'lsa ularni ushlab bermoqchi bo'lib yuribsan-ku. Poylab, sotqinlik qilib, xoinlik qilib ular orqasidan chaqimchilik qilib borib davlatga chaqirib yuribsan-ku tinchligingni o'ylab. Shuni bilki, Rasululloh kelsalar hozir butun olamdagi mana xavfsizlik xizmatlari deyilgan toifalar Rasulullohni borib qo'llaridan o'pib quloch ochib kutavermasdi hech qachon. Ular albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qidiruv e'lon qilardi. Rasulullohga chunki zamonlarda shunaqa qilishgan kofirlar mana. Albatta taqiq qo'yardi Rasulullohga. Mana Makka mushriklar Rasulullohga qidiruv e'lon qilmadimi? Boshlariga yuzta tuya tikib. Rasululloh o'shalardan yashirinib qochmadilarmi? Savr g'origa berkinib. Quvlashmadimi orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham? Hozir bo'lsalar ham xuddi shunday qilishardi. Sen ana shularni taqiqiga, qidiruviga tupurib qo'yib Rasulullohga yordam beraman deb o'ylaysanmi? Agar yordam bera olsang, hozir Rasulullohning sunnatlariga ana shunday yordam berarding. Hammasini uning taqiqlariga tupurib qo'ygan holda. Boshingga qanaqa kun kelishidan qat'iy nazar qo'rqmasdan Rasulullohning dinlariga yordam berarding. Amal qilib o'zing ham. Maqsad mana shu foydani hozir Lut alayhisalomning mana shu fe'llaridan o'rganyapmiz. Qarang, ular qaytargan ekan. Hech kimsani o'zingcha himoya qila ko'rma. Hech kimsani uyingga yashirma deyishgan ekan. Lut alayhisalom shunga qaramasdan o'sha yigitlarni hali farishtaligini bilmay turib ham oddiy bir yigit ko'rinishda kelgan taqdirda ham yashirganlar uylariga. Hozir tasavvur qil, uyingga bir notanish shaxs kirib keldi. Sen uni hali kimligini bilmasdan turib, bir mu'min ekan deb unga yordam berib, himoya bera olasanmi? U aytayaptiki, birodar yordam bering, meni zolimlar qo'lib kelyapti, deyapti. Shuni uyingga yashirding, zolimlar o'tib ketdi. Keyin bilsang tasavvur qilganki, u katta bir avliyo ekan u. Allohning bir valisi ekan masalan. Allohning bir do'sti ekan, bir olim ekan masalan. Keyin bilding sen. Agar buni avvaldan bilganingda o'sha uchun yordam berishing mumkin edi, lekin oddiy bir mu'min tarzda yordam bera olasanmi? Ana shu muhimda, sen bitta avliyoligini bilgandan keyin yordam berishing ehtimol oson bo'lishi mumkin senga. Lekin oddiy bir mu'min tarzda unga yordam berishliging mana bu qiyin. Ko'p odamlarda mana shu topilmaydi. Illoki kimligini bilish kerak uni. Ha, bu kishimi deydi-da, keyin yordam bermoqchi bo'ladi. Nima senga bir mu'min boshqa mu'mindan farqi bormi? Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum demaganmidilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Musulmonlar qonlari teng. Demak, har qanaqa holda bir musulmonga yordam berishga qodir odam ana shu aslida Alloh istagan musulmonga ham yordam beradigan odam bo'ladi. Alloh o'shanga o'zini muvaffaq qilib qo'yadi. Mana bunga bir misol aytaman. Bir Navvoy qissasi Imom Ahmad bilan sodir bo'lgan. Ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsak kerak. Imom Ahmad bir joyga borganlarida masjidda tunab qolmoqchi bo'ladilar. Kechqurun kelib hech kim u kishini tanmaydi u joyda. Masjid qorovuli kelib Imom Ahmad haydab chiqaradi. Bor kelgindi qalang-qasang'i masjidga kirib olib, masjid senga uxlaydigan joy haydab chiqaradi. Ko'rasizmi, oddiy bir bandani insonlar nazariga ilmaydi. Agar Imom Ahmadligini bilsa, ehtimol shunday qilishmasdi. Lekin ana shunaqangi odamlar fitnadan o'tolmaydigan, sinovdan. Ularga faqat illoki palonaka degan odam tanilishga keyin yordam beradi. O'shanday qilib o'sha qorovul shu yerda shu sinovdan o'tolmadi. Ammo o'sha yerda bir Navoiy bo'lgan, ana shu sinovdan o'tgan u. Ixlos bo'lgan u Navoiyda. Imom Ahmad tintirib yurganligini ko'rib, Navoiy tanimasdi u kishini. Uyiga joy bergan. Kechasi bilan zikr qilgan, non yopar ekan, zikr qilar ekan. Keyin Imom Ahmadga aytgan, meni ikkita duoyim bor edi, Alloh mustajob qildi birini, ikkinchisini kutyapman degan. Nima edi ikkinchisi desa, shu Imom Ahmad hayotda bir ko'rishni istayman degan. Imom Ahmad o'rinlaridan sakrab turib, Alloh Imom Ahmadni seni oldingga sudarib olib kelibdi degan.
Ko'ryapsizmi? Inson qachon o'zi istagan narsasiga muvaffaq qilinadi? Agar o'zi shu istaganidan boshqasiga ham tayyor bo'lsa. Mana bu odam hozir aynan Imom Ahmadga emas, har qanday bir mu'minga yordam berishga tayyor edi mana. Uyiga olib kirib joy berdi va keyin u istaganiga ham Alloh uni yutqizdi mana. Lut alayhisalom qissasida ham shunday bo'ldi mana demoqchiman. U kishi har qanday inson mu'minga yordam berishga tayyor. Keyin o'sha mu'min lekin o'sha Lut alayhisalom istagan kishilar bo'lib chiqdi, farishtalar, qavmini halok qilgani kelganlar. Qarang Alloh sizni qanday sinaydi. Ya'ni ba'zan agar bir hozirgi zamon tilida tushunish uchun aytsak, boshingizga baxt qushi qo'ngan bo'ladi. Siz uni bir qaraqa deb uchirib olasiz. Boshiga baxt qushi qo'nishini istagan odam boshiga har qanaqangi qush qo'nishiga tayyor bo'lish kerak. Qarg'a qo'nadimi mayli, mayna qo'nadimi, kaptar qo'nadimi? Qo'nsin hammasi o'sha baxt qushi ham bir kun qo'nib qolar deb tayyor bo'lish kerak. Ana shunday keyin bir kun boshiga baxt qushi ham qo'nadi. Bu yo'q narsa baxt qushi degan gap, lekin buni shu misol tarzida aytyapman.